Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Bir yosh yigit bo'lib, hamisha o'zining nomrodligidan og'rinar ekan. U ko'nglida dunyo bakmi adolatsiz deb o'ylaydi ekan. Bir kuni bir yashalgan kishi bu yigitning nihoyat tushkun holatini ko'rib, ajablanib so'rabdi. Yigit, sana nima bo'ldi? Nima uchun buncha tushkun ko'rinasan? Yigit mundoq debdi. Nima uchun ba'zi kishilar shundoq puldor? Men nima uchun buncha nomrod? Meningcha dunyo bakmi adolatsiz. Buvay qaytirib so'rabdi. Men qarasam, sen nomroddek ko'rinmaysan-ku. Yigit ochiqlab. Meni sizmi mazoq qilyapsiz? Ma'lumizda mendan nomrod odam yo'q, debdi. Buvay, yigit, agar birisi sening bir barmoqingni kesib olib, sana 5000 yuan beray desa, sen qo'shilamsan. Qo'shilmayman, debdi yigit nihoyat keskin holda. Buvay, undaqda sana 10,000 yuan berib, bir putungni kesib olaman desa, qo'shilamsan. Qo'shilmayman. Buvay, sana 100,000 yuan berib, ikki ko'zingni tegishiman desa, sen tegishamsan. Yigit, albatta tegishmayman. Buvay, agar sana 1 million berib, jiningni olaman desa, sen qo'shilamsan. Buningga qandoqmi qo'shilg'ili bo'ladi? Albatta qo'shilmayman, debdi yigit ochiqlig'icha. Buvay kulib turib shundoq debdi. Yigit, amaliyotda sen nomrod emas. Qaramamsan, necha million bersimi bergun kelmaydigan boyliqing bor. U bo'lsa-mu sening sog'lomliging. Sog'lom tan inson uchun eng zo'r boyliq. Tanla sog'lom bo'ladigan dunyoda hamma ishni vujudga chiqara olaysan. Sen yanala o'zingni men nomrod demsan. Odam qanoat qilishni bilish kerak. Siz o'zingizni baxtsiz deb o'ylasangiz, kasal karavotidagi o'limni kutib yotgan kishilarni o'ylab beqing.